insonga tanlov beriladi. Yoki sen baxtli yashash tanlovini tanlaysan, hayotdan hamma narsadan zavqlanib yashash tanlovini, yoki baxtsiz bo'lib, nolib, hammani aybdor qilish tanlovini. Ikkalasi ham seni qo'lingda. Ikkalasi ham meni qo'limda. Men xohlasam hozir hammani ayblab yashayman. Xohlasam hammadan minnatdor bo'lib sevib yashayman. Ana shu holatda men dedim, yo'q, men bu yo'lni tanlayman. Qancha siz sevgida yashasangiz, qancha siz mehrda yashasangiz, shukronalikda bo'lsangiz, ichkaridan minnatdor bo'lib yashang yaratgan egamga. Har kuni, har sekund nafas olayotgan, ichayotgan suvingiz hamma narsa uchun. Hattoki o'sha yeyotgan ovqatingiz tomog'ingizdan o'tayotgani uchun. Shunchaki sevib, sevgidan rahmat aytib yashang. Sizga shunaqa kuch keladi. Shunaqa kuch qayerdandir kelaveradi va bu energiya. Agar insonning ichida g'arazlik, insonning ichida qoralik, nafrat, xafagarchiliklar, taqqoslash, raqobat kuchayib ketsa, agar u inson butun energiyasini, butun bor kuchini faqat destruksiyaga sarflaydi. Chunki raqobat bu destruksiya, nafrat bu destruksiya, xafagarchilik bu destruksiya. Sizni buzadi, bu sizni sindiradigan narsalar.